Hammaga assalomu alaykum. Bizada 22-may yengillik chiqdi. Dredoga, surfing doskaga va durov nachkasiga upgrade'lar chiqarkan. Xo'p, biza hozir nima qilamiz? Polностью ko'rib chiqib, analiz qilib chiqamiz. Qanaqa nima, sizlarda masalan bo'lsa nima qilish kerak, bo'lmasa nima qilish kerak. Polностью tushuntirib beraman. Srazu aytaman, spoiler sizlarga sotish kerak bo'ldi. Addushi o'zi soqqani bosib sotish kerak. Xo'p, bizada hozir eng populyarni bo'lgan gift mana shu Redo bo'ladi. Narxi, boshlang'ich narxi o'zining narxi $75 atrofida bo'lgan. Hozirgi paytda narxi 200 tondan ko'p. 200 ton bu $400 atrofida bo'ladi, plus minus. Endi plus minus aytolmaslarda $400 atrofida mana shu narsa hozir turadi. Xo'p, ketdi. Endi bizada birinchi narsadan nima? Kelinglar birinchi o'zini narxini ko'raylik. Endi sizlarga ko'rsatib beray. Xo'p, mana Redo yana bitta marketimiz bor mana. Xo'p. Demak, Gates market va Quant market bizada. Endi Quantda ko'ryapmiz, vыбор ko'p emas, o'zi bitta bor ekan, lekin Gatesda vyborlar juda ko'p. 216 dan boshlanyapti, lekin istoriyasini ko'rsak, unda aktivnostga kirib, xo'p. Ha, bitta yozamiz Redo deb. Mana. Mana ko'rsak bo'ladi. Demak, bugun mana 23-may ko'ryapsizlar bugun 118 tonga sotilgan. Soat 1da. 210 ga ham sotilgan. 3 kechasi. To'g'ri deylik, почти. Keyingisi 21-may yana ko'ryapsizlar 160 ga, 180 ga va hokazo shu ketaveradi. Juda ko'p. Ko'ryapsizlar, narxi 200 tonga yaqin. 210 tonga sotilgan variantlar ham bor. Hozir o'ylayman, to что 200 ga qo'ysa ham oladigani topiladi. Xo'p, sizlarda bo'lsa agar bolalar, sizlarga maksimalniy maslahat. Endi не только Redo, boshqalarni ham surfing doskami, achkim farqi yo'q. Srazu sotinglar. Qayerda sotamiz desanglar, o'sha marketda sotsanglar bo'ladi. Yo'q, hech bo'lmasa bizning marketimiz bor. Bu yerda mana bu giftlarga kirasizlar, mana bu yerga. Bunday bosib, bunday giftlarga kirasizlar. Mana shu yerga bemalol o'zlaringizni объявленияларni gift sotaman deb qo'yishinglar bo'ladi. Hammasi bepul, bu yerda hech qanaqa pul to'lash, boshqa narsa qilish kerak emas. Nima demoqchiman? Maksimalni sotinglar. Agar giftlaringiz ko'proq bo'lsa, yaxshiroq bo'lsa, mana bu ikkala marketda sotganlaringiz yaxshiroq. Hop, ketdi dальше. Boshqa giftlar bo'yicha ko'ramiz. Endi hozir doska bo'yicha ham bir narxini ko'raylik. Hop. Bu yerda yo'q doska. Bu yerni olib qo'yamiz mana. Xo'p, bu yerda ko'rsak bo'ladi, 20 tondan narxi boshlanyapti mana bu surfing doskasini. Istoriyaga kirsak, hozir bu yerda ham ko'ramiz. Nech pulga realniy narxi, to есть nech pulga уже sotilgan. Mana ko'rsak bo'ladi, 14 tonga bugun kechki payt 2 kechasi sotilgan. 14, 15, 16. Uchtasi 63. Uchtasi 63 degani bu har bittasi 21 tondan sotilgan. Ko'rasizlar, kecha 22-may kuni, to есть mana shu yengillik chiqqandan keyin ko'rasizlar, reski kattaroq narxga ham ketgan. Xo'p, nima demoqchiman bilan? Sizlarga maslahat, sotinglar. Nima uchun sotish kerak? Chunki bular hozir juda qimmat. Любой gift, qanaqa gift bo'lishidan qat'iy nazar, kuchaytirilmagan giftlaringiz bo'lsa, sizlarda masalan azart bo'lmasa, reski model tushiraman demasanglar, просто stabil, yaxshi такой без risk daromad qilaman desanglar, maslahatim sotinglar. Tamom. Nima uchun desanglar, mana sizlarga endi bir xil odamlar bordir. Masalan, mana shu oddiy Redoni masalan 200 tonga olib, mana 210 tonga olib, yana qimmatroq sotishni o'ylashyapti-da. O'ylaydiganlar bor. Bor realni. Demak, dальше. Endi sizlarga bitta gap. Nima uchun bunaqa narxda turishi mumkin emas? To есть, bu premarket tugagandan keyin, premarket nima? Bu kuchaytirilmagan giftlarni bozori premarket deb aytishadi. O'zi kuchaytirilgandan keyin o'zi oddiy marketda bo'ladi bular. To есть oddiy marketlardan sotib olsanglar bo'ladi.
Xo'p, kelinglar birinchi mana shu Redoni o'zini bir analiz qilib chiqaylik. Demak, ketdi bu yerda kanal, bitta Redo. Hop, adashmasam mana shuni ko'ruvdim. Mana, ko'rsangiz bo'ladi, qaranglar. Polniy Redo bo'yicha informatsiya mana shu giftani ko'ryapsizlar turibdi. Boshlang'ich narxi 5000 yulduz. Bu degani $75 atrofida plus minus. Endi hammada har xil, bir xilda 80, bir xilda 90 gachayam. Endi kim qayerdan yulduz olganda, eng kami deylik 75 dollar da o'zini boshlang'ich narxi. O'zi donada 20 mingta bo'lgan. Srazu kalkulyatsiya qilamiz. Masalan, bizada nima? $75 dan 20 mingta. Mana, ko'rsanglar bo'ladi, 1,5 ming dollarlik kapitalizatsiyasi boshida bo'lgan. Endi gift chiqqan paytni o'zida уже 1,5 ming dollarlik kapitalizatsiyasi bu giftni уже bo'lgan. Xo'p, endi so'rashlaringiz mumkin, bu ko'pmi, kammi? Endi oddiy buni dальше analiz qilish sizlarda o'tgan videoda sizlarda tushuntirib beruvdim. Video bor. Bu o'ng tomonda chiqishi kerak, podskazkada. Bizada gift charts degan bot bor, полностью analiz qilib berish uchun. Mana sizlarda o'zi mana bunaqa chiqadi boshida. Bosh tayyorlab qo'ygandim. Mayli, hozir boshqatdan qilamiz. Mana bu yerda полностью bilsanglar bo'ladi. Qanaqa kapitalizatsiya, полный informatsiya giftlar bo'yicha, hozirgi paytda bo'lgan giftlar bo'yicha полностью informatsiya olsanglar bo'ladi. Xo'p, bizga nima kerak? Bizga tiplovoy karta kerak. Bu yerda nastroyat qilamiz. Рыночный kapitalizatsiyasi kerak bizga как раз. Endi o'zi taqqoslaymiz hozir Redo bilan. Va dollarni tanlaymiz, chunki dollarda hisoblash hozir qulayroq bo'lyapti. Chunki mana bu Redoni boshlang'ich narxini $75 deb hisobladik va kapitalizatsiyasini ham dollarda hisobladik. Donda emas. Shuning uchun kelinglar dальше dollarda hisoblab ketamiz. Shuning uchun sразу dollar qilib olamiz. Mana qildik. Demak, boshida 1,5 million dollarlik kapitalizatsiya bu nima bilan teng? Mana ko'ramiz. Endi sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Salgingiz kattarish iloji yo'q adashmasam. Bu yerda kamroq qilsanglar, mana bu yerda mana kattaroq bo'ladi. Xo'p, shundan ham даже unchalik yaxshi ko'rinmadi, ну mayli. 1,5 ming degani bu mana masalan morоженое, ice creamdan ko'ra brutor ekan bu, sal ko'proq, lekin mana bu sigirdan ko'ra sal kamroq degani. Mana bu hammasi, mana bu Snoop Dogg'lar, Lollipop'lar, kalendar, soat va mana bularning hammasi 1,5 mingdan ko'p. Endi Redo bolalar 100% tepada bo'ladi, aniq. Chunki birinchidan populyarni, u legendarniy narsa u, shuning uchun bulardan aniq baland bo'ladi. То есть, ну, plus-minus boshida endi hozirgi paytda kelinglar mana shu 200 emas, kamroq qilib olaylik, tonda 168 ga sotilgan edi, ko'rdinglar. Qancha 150 ton deb hisoblaymiz, kelinglar hozirgi kapitalizatsiyasini hisoblab chiqamiz. 150 ton ko'paytiramiz 2 ga, chunki ton narxi hozir $2. Mana $300 bu bitta Redoni narxi. Endi buni ko'paytiramiz 20 mingga mana. Narxini qaranglar. 6 million dollar chiqyapti hozirgi kapitalizatsiya. Bu degani bunaqa narx bilan hozir top 2 gift bo'ladi degani bu. Top 2. Plush PP'dan keyin ko'rasizlar. Plush PP'da 26,5 million dollar. Ikkinchi o'rinli Hurt Locker'da 4,6 million dollar. То есть Redo bunaqa narxda ulучшение chiqqandan keyin turmaydi, даже 150 ton hatto turmaydi. Qancha ko'ryapsizlar? 200 tonga ham sotilgan. Men lekin 150 tonni oldim. 200 ni ham emas. Ko'rib tushunyapsizlar? Men nima demoqchiman bu bilan? Redo hozirgi narxidan 200 tondan ancha past bo'ladi bolalar. Realni aytaman, juda past bo'ladi. Anchagina. Даже mana shu plus minus endi 3 million bo'lishi mumkin. 3 million dollar bu nechi ton? 75 ton hozirgi paytda narxida. 75 ton bu degani salkam 3 barobar hozirgi narxidan arzonroq turadi. 3 barobar hozir 200 ton atrofida sotilayotgan bo'lsa, 75 dan pastroq kutyapman. Redoni narxi 75 ga ham qimmat deb hisoblayman. Redoni, chunki uni hype katta-da, shunga shunaqa bo'lyapti. Atak undan ham arzon olsa bemalol bo'ladi. Shuning uchun sizlarga bolalar maslahat, agar Redolaringiz bo'lsa, не только Redo, endi Redo sizlarga bitta
Misol qilib ko'rsatdim. Redo emas. Любой boshqa giftlaringiz bo'lsa ham sotinglar. Tamom. Boshida masalan olgansizlar, hozir giftlar bozorda kam. Hamma sota olmaydi. Shuning uchun ham narxi baland, qimmat turadi. Shuning uchun sizlarga maslahat bo'lsa, qanaqa gift bo'lishidan qat'iy nazar, shundoq bizani marketimizga kirasizlar, giftlarga o'sha yerda shundoq объявление qo'yib sotinglar. Nima bo'lsa ham mana shunaqa qimmat-qimmat giftlarni hozir narxi ko'ryapsizlar baland. Sotish kerak tamom. Agar o'zlaringiz olaman desanglar, bu yerda nima qilish kerak? Xo'p, masalan deylik, уже mayni oxirigacha bir hafta qoldi. Bugun 23-may. Mayni oxirigacha уже bir haftacha qoldi vaqt. Nima qilish kerak? Birinchi upgrade chiqsin. Bizani mana shu Redo'imizga upgrade chiqsin. Keyin maslahat sizlarga kutinglar. Chiqqandan keyin ham sразу olishga shoshilmanglar. Agar mabodo kuchaytirilmaganini sotolmasanglar, sotishlaringiz qiyin bo'lsa, endi deylik odam topolmadinglar yoki marketlarga olib kira olmadinglar, tak yozsanglar bolalar, man chuqurroq hali bu haqida ham tushuntirib berishim mumkin. Прям qanday nima qilish kerakligini. Masalan deylik, любой giftlaringizga kuchaytirilish chiqdi. Boshida любой giftga 25 ming yulduz bo'ladi kuchaytirilishi. То есть endi birinchi raqamlar uchun u qimmat yuradi, shunaqa narx so'rashadi. Telegramda o'zi shunaqa so'raydi. 25 ming yulduz kuchaytirish uchun boshida. Kutsanglar tushib ketaveradi narxi, anchaga tushib ketadi. Endi arzon gift bo'lsa 25 yulduzgacha tushadi. Sizlarga maslahatim, ana shu kanalimizga, mana bu Genius Trade asosiy kanaliga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Men sizlarga mana shu yerda konkretni aytaman. Necha pul bo'ladi minimalniy narxi, qaysi giftni minimalniy narxi necha pul bo'lishini yozib qoldiraman mana shu yerda. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. O'shanga qarab. Nima demoqchiman? Masalan, vaqti keldi, eng arzon narxi bo'ldimi, сразу же kuchaytiringlar, сразу же marketga, любой market, любой, Artavasmi, MRKTmi, любой marketga olib kirasizlar, sotasizlar, tamom. Bozor bo'yicha moment sotinglar. Moment bolalar, kutib turmanglar, chunki buni narxi hali yana tushib ketaveradi. U sekin-sekin qanchalik ko'p paydo bo'laveradiki, endi chunki to'g'ri tushunib 20 mingta borda bu giftdan, 20 mingta. Mana qayerda edi o'sha? Men bitta sizlarga yana bir marta ko'rsatay o'sha raqamni, 20 mingtani. Mana ko'rsanglar bo'ladi, 20 mingta kuchaytirilishi bo'ladi-da bu 20 mingtani, salkam 20 tani, 20 mingtani kuchaytirishadi. Endi bu juda ko'p-da. Sekin-sekin kuchaytirilgandan keyin narxi ham sekin-sekin tushishni boshlaydi. Bemalol tushib ketadi. Shuning uchun maslahat kutamiz. Agar shu giftni aynan olaman deganlar bo'lsa agar, kutinglar. Kamida bir hafta kutinglar. Lekin ja ko'p kutish ham kerak emas. Chunki yana narxi oshib ketishi ham mumkin. Tем более hozir yoz boshlanyapti, yana qayta giftlarning narxi oshib ketishi mumkin. Xo'p, yana bitta sizlarga sxema deylik. Mana shu ulchenyadan keyin masalan yoki hozirgi paytning o'zida ham order tashlasanglar bo'ladi. Masalan, mana gift 216 ton turibdi. Shuni olasizlar, offer tashlaysizlar. Adashmasam mana сделать offer ko'rasizlar. Shuni offer qilasizlar. Nechta tonligini masalan aytasizlar, yozasizlar o'zlaringizning narxingizni va offer tashlaysizlar. Lekin baribir ham hozir ja arzon narxlarga ola olmaysizlar. Lekin hali ana bu ulcheniya paydo bo'lgandan keyin, o'zini ulcheniyasi paydo bo'ladi-yu, skinlari, o'shandan keyin shundoq marketlarga o'ziga shundoq bozor bo'yicha, unaqa bo'yicha shundoq offer tashlasanglar, moment arzon olishlaringiz mumkin. Odamlar hamma ham bilmaydi, hamma ham sizlarga, bizga o'xshab narxlarni yaxshi bilishmaydi. Shuning uchun bir xillar bor, juda arzon sotishadi. Realni aytaman, juda arzon. Sizlarga oddiy misol ko'rsataman-da, hozir ko'rib hayron qolasizlar. Mana. Xo'p, bu yerda qilib qanday qilsak, bu yerda Redoni olib tashlab, buni qaranglar-da. Bir tonga mana bu grobni sotishgan, mana bu narsani ko'rasizlar. Bu narxi 25 ton plus minus-da. Bu giftni narxi вообще 50 nechi ton.
Endi bu tushgan narxi. Boshida bu vahshiy qimmat narsa edi. Qaranglar, 1 tonga mana shunaqa narsalar ham ketgan ko'rasizlar. Juda ko'p narsalar, mana sumka, mana ruchkalar, maskalar. Maskalar 5 ton atrofida turadi narxi. Plyus-minus-da. 1 tonga mana ko'ryapsizlar, juda ko'p ketgan. Endi masalan 1 ton qo'yiladi demayman. Prosta mana shu chatirasi chiqqandan keyin odamlarga offer tashab olish kerak. Offer tashab sotib olish kerak. Keyinchalik esa сразу же joyida уже qimmatroq sotinglar. Sizlarga mana shunaqa maslahat. Agar olib qo'yaman desanglar ham olib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, yana nima? Men sizlarga endi Redoda hozir Redoni misol qilib полностью kuchaytirilmagan giftlar bo'yicha informatsiya berib o'tdim. Boshqa giftlarga ham xuddi shunaqa ishlanglar, xuddi shunaqa birga bir, hammasi bir xil, faqat gift almashadi xolos. Qo'shimchasiga sizlarga bizning kanalimiz o'tib qo'yinglar, подписка tashlanglar. Bu emas, bu endi sizlarga чисто navigator sizlarga ko'rsatadi. Nimasi nima, mana полностью o'qib chiqsanglar bo'ladi. Asosiy kanalimiz mana bu. Asosiy kanal. Mana. Xo'p, если что savollaringiz bo'lsa, kommentlarga yozinglar. Maksimal qo'llab-quvvatlanglar. Hammaga katta rahmat. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Savollar bo'lsa, bemalol yozaveramiz. Katta rahmat. Hammaga omad.